Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 12-bob. Chilishchi. Davomi. Shu yili kuz, yakshanba. Bo'riqtay bozori. Bo'riqtay hozir Buloqsuv deb ataladi. Qashqar Konshar nahiyasining janubidagi bir yezining nomi. Nahiye merkezden 13 kilometr yiroqlikda. Bu qiri qara sugat xo'p yo'g'nab ketgan edi. 3-4 odamning mo quchqi yetmaydi. Porlashib ketgan kavakiga bir odam bemalol sig'atdi. Taraf-taraflarga shoxlab ketgan quchoqqa yetkusiz yo'g'on baraqsan shoxlari hayva bilan bozorga soyi tashlab turadi. Anjambay choy ichgach bu qiri sugatga xili uzoqcha tikilib o'ltirib qoldi. Seyxonichi chilimni uningga tutqandimi, uning ko'zi yanala ashu sugatda edi. Tini porlishibdi. Shexi-texi yanala yashirib turibdi. Hey, bichara sugat, ichi kavak ekan, qurishqa yuzlanibdi. Bir damlik hayvasila qapti. Isit, u shu xiyol bilan choy ichib o'ltiradi. 15-16 yoshlardagi bir bola uni izlab kirib keldi. Anjambay aka, sizlarni begim izlayotdi. Begim? Qaysi begim? Mamtimin begim. Mamtimin bey bu yerga alvan söylep kelgan edi. O'stan bo'yidagi choyxonaning oldidan o'tganda toza vaj-vuj qaynoq jidalning ustiga kelib qoldi. 20-30 dak odam o'ri to'pa bo'lib mushtashyotdi. Pichoq yegan yana bir nechsi vayjonlab yetishadi. Shu tapda bu jidalni besiq turmasa, uning oldida o'lim pishiqi chiqatdi-da, uning yuzi to'kiladi. U tilladi, varqirdi, lekin uning jor qarashlari kar qilmadi. Balki mushtashish texmo adab ketdi. Uning toza achchiqi keldi. Bir necha yurtning cho'ng begi turibsa, mushu 6 tok qalandarning jidalni pas qilolmasa, ha? U g'azab bilan qamchisini shiltadi. 5 otliq do'rga uningga agishib, maydonga bostirib kirdi-da, kalla malla demay qamchi bilan vaqishtib savaşqa tushdi. Shundala mushlash to'xtadi. Lekin xirqirashgan, injiqlashgan, asirashgan ovozlar xili uzoqcha besiqmadi. Mamtiminbek g'azab bilan so'radi. "Ha, nima gap? Nim bo'lashding? U harom suyduklar." O'ttirdan bir buvay og'izdan qonlarni eqib turib uning oldiga keldi. "Nadin kelgan lalmlarkin bilmadik. Bizning Anjambayni postek nochi deb kamsundirotdi. Odamning zardisini qaynatib." Shu an xapan kalla, kosa, bakmu qo'qlaq chiroy, beli quchoqqa yetkusiz yo'g'on bir odam yerim yalang'och holda 5-6 odamni agashtirib kelib, g'arang-g'urung ovoz bilan bekka vaqirdi. "Anjambay nochi bo'lsa, men bilan maydonga tushsin. Hili ostimda chujidek chukuldimisa hisob emas. Mendek g'o'ja akisining tapanini 10 yil yalab, ondan o'zini nochi desin." Bek uni ko'rib, tini sirqirab ketib duduqladi. "O'zlari biz Yangisardan keldik. Etim G'o'ja Qosim, sizlarning Anjambay degan postak nochilari bilan ko'rishtirsizlar." G'o'ja Qosim: "Ha, shu ishkanda. Dandar mushlashchi, tandish yo'q, kushtongur" deb anlig'inim bekor emas ekanda. "Xudoyim berdi." dedi bek ichida. Fursat degan shu. Mav qaridi va Anjambayni yengib, toza adibini berib, yer bilan yakson qildigan bo'ldi. Xumardan chiqadigan bo'ldim. Ah xudo, Anjambayning adibini bergaysan. Undaq bo'lsa, Opalga barsak, shu yerda xizmatlarda bo'lsak, Anjambaymo hozir Opalda. Yo'q, uni mushu bozorda deb angladik. Izdanglar. Anjambay Mamtimin bek bilan Bo'riqtay begining hovlisida ko'rishdi. Baya bir jidalning ustiga kelib qoptiman. Jidal sili to'g'riliq bo'pti. O'stan bo'yidagi choyxonada mushu yurtliq bir necha odam sizning bu tarafga kelganliklarini, baturliqda nominglarning barligini maqtashib, faxrlanib o'ltirishsa, uni anglagan Yangisardan kelgan palvonlar sizni bilmaganligi, tonimaganligi uchun sizni sundirib gap qilib sapti. Shuning bilan jidal chiqibdi. Mening mo qavat ochiqim keldi. G'o'ja Qosim degan beri sizlar bilan kuchsinishman deb turib oldi. Toza adibini berib qo'ymamsizlar. Qaraganda xo'p nochidek turadi. Mijozanlar qandaq? Ular armonda qolmasin. Bizning yurtning yuzi
bir tutuş bakmamsizlar. Tushmasanglar qochdi, yengildi deydi. Anjanboy soğuqla kulib qo'ydi. Mehmon o'zi talab qilgan tursa, rayni qaytursak adabsizlik bo'lar. Xo'ja Qosim o'zini tangdish yo'q palvon deb ataydi. Amaliyotdami kishilar uning yenining yerga tekkanligini texi ko'rmagan edi. G'olib mushtashchi ekanligini biladi. U aslida bu taraflarga bir necha sheriklari bilan qimor qo'g'ilishib kelib qolgan. Anjanboy bilan tutishish g'arzi yo'q edi. Çayxonadagi hiliqi sandak nochilar Anjanboyning orqasidan 10 yil agasdan ondin aran uning chapinini ko'targidek bo'la olaysan. Hozir uni ko'rsanglar ishtonga chiqirib etsan degan gap uning qinini qizitib qo'ygan edi. Dedi u maydonda ketib etib. Meni yangalaydigan odam texi onasidan tug'ilmadi. Maydonga hiliqi qiri qora sugatning kun chiqish tarafidagi yoymachilar bozori tanlangan edi. Bu yerni bozorga kelgan mig'mig' odamlar to'pi o'rilib, qista-qistan turishatdi. Kishilar oldiroq o'tilish uchun bir-birini qistaydi. Atliq dorg'alar ularni qamchi bilan savab orqasiga yandiratdi. Ma'mtiminbay maydonga atliq kirib jakarildi. Jamoat, hozir Yingsardan kelgan palvon Xo'ja Qosim bilan Anjanboy kuchsinishidi. Ikki tarafdan kimda kim g'uvg'a qilsa o'ziga ogoh bo'lsin. Tanabi tartildi. Yana biri ikki taraf birlik qitim ilishidi. Navoda shu birlik qitimda biri yana birini yengalisa, yenguchi yengilguchini qandoq qilaman desa, shundoq qilsa bo'ladi. Navoda birlik qitimda bir-birini yengalmasa, keyin qayta ilishidi. Ular ikkisi maydonning ikki tarafidan tangla kirib kelishdi. Anjanboy aylanib yurib jamoatga salom berdi. Andin Xo'ja Qosim bilan qo'l ilishib ko'rishdida kulib turib so'rdi. Xo'sh mehmon, qandoqsin ishimiz? Mushlashib. Sizlar bizga mehmon, navbatni sizlarga berdim. Qani marhamat. Xo'ja Qosim takallufsizlar orqasiga 2 qadam yandi. 2 mushtini jiplab, egiz ko'tarib ko'ribla Anjanboyning maydasiga guppida urdi. Xili ishlarga tavirmaydigan Anjanboy yiqilib tushgili tas-tamas qoldi. Daldugunib aran to'xtab qoldi. Jamoat churqirishib ketishdi. Yopirim, voy xudoyim, bir saqladi. Bozg'andek tegdi. Anjanboyning chiroyi sarg'ayib ketgan edi. Siriq sim burdi, lik titraydi. Uning ochiqi kelgan edi. Endi navbat uningga keldi. Umu orqasiga yandi. Tamkin kelibetib, ta'tur mush bilan tang sakrabla Xo'ja Qosimning quloq tuviga birla peshva qo'ydi. U guppida yiqildi. Anjanboy uni dast ko'tarib maydasiga oldida tizlab turib irg'itibdi. Anjanboy bo'ldi qilib amdi yengini siypab turishiga raqibining sheriklari cho'moqlarini ko'tarib uningga etildi. Lekin do'rg'alar to'sib oldi. Aytut degicha dangning o'gisidagi badrlar tashlanib 3-4 dak odam qoralanib bo'ldi. Bek Xo'ja Qosimga qaragan edi. U dum yetib olib yig'lig'ili turdi. Esit uttirdim. Ömrümde bundak bo'lmagan edim. Bek ulug' kichik tindi. Xo'ja Qosimga ko'ngil qo'ymoqchi bo'lib turadi. Kishilarning g'ulg'ulisi quliqiga kirib qoldi. Demidimmi? Bizning Anjanboyni hech kishi yengolmaydi deb. Yengilmaydi. Xudoyim saqlaydi. Uningga badniyatlik qilganlarmi maqsadiga yetolmaydi. Bek tishini g'uchurlatdi. Jamoatga olib qarab qo'yib, maydondan chiqib ketdi. Shu yili kechkuz payshanba. Qashqar Yengshahar yondurma. Qosimboy Anjanboyga yondurmidagi Do'stmat Bey hoji katta ma'raka qiladigan, chilishish, o'g'loq tartishish, qaltis qiziydigan, shahar yurtlardan kelgan nochilar yig'ilib bo'ptimish. Ko'rib kelsak degan mazmunda xat avatdi. Anjanboy chorshanba kuni oqshimi yetib keldi. Ikkisi yana yarim kechagacha chilishdi. Tongga yaqin uxlab qilishdi. Ular uyg'onganda osh vaqti bo'lib qolgan edi. Aldirab otni to'yg'izishdi. Chalib pula nashta qilib yo'lga chiqishdi. Ular yetib kelganda chilishish oxirlashay deb qolgan edi. O'g'loq maydonidami bir xil ko'ngilsizlik chiqib turadi. Ular otlarini danjaga topshirib, aralab tomosha ko'rgach, chilish maydoniga keldi. Chilishda yeni yerga tegmaydigan palvon Salih baqasam ton, o'tuk, mahsumcha tumoq kiyib olgan gavdilik semiz shop burut odam edi.
Shu tapda u qiniga patmay qolgan edi. U maydonni beshiga kiyib, "Batur bo'lsang maydonga chiq" deb jinining biricha to'g'laydi. Lekin uning bilan bel tutishga biror odam jur'at qilib chiqmaydi. Uning yinida harbiycha kulrang kiyim kiygan bir chirik aylanib yuradi. Yiniga asqan qilichi yerga so'zilib turadi. Jamoat churuqrashdi. Bu suv buqsiga odam bas kelolmaydi. Yini yerga tegmaydi. Xizr nazar salgan odam. Anjamboy bilan Qosimboy ikkisi kelib quruq ketmayli. Tonish bilishlar kelib qolgan bo'lsa, ko'rishib ketayli deb jamoatni aralab uyan-buyan mandi. Lekin biror tonish bilish uchirmadi. Shu arada oq siriq kelishgan bir yigit Anjamboydan sal nariroqda to'xtadi. U kelib yoki uning bilan ko'rishmadi, yoki nari ketmadi. Uningga kulimsirab qarab agishib yurdi. Lekin buni ular ikkisi sezmadi. Ular aralab yurganda bularni yana bir odam ko'rib qoldi. U ularni tonib qoldi bo'lg'ay, udulla berib Salih palvonning yinida turgan chirikka pichirlab, Anjamboy turgan joyni qo'li bilan sharatlab ko'rsatdi. Chirikning ko'zlari yo'g'on ichildi. Atrofga qarab udullab, ularning turgan yeriga kelibla to'ngliq bilan "Anjamboy deganlari qaysilari?" deb so'radi. Anjamboy undaq to'ngliqni ko'tarmaydi. To'ng odamni ko'rsa judini o'rlaydi. Shunga xuddi uni ko'rmagandek, gapini anglamagandek un chiqmadi. Bahraman burutini to'lg'ab turaverdi. U Qosimkam nemishqimi mushunda qamlashmagan so'g'uq so'ringa boshlab kelgandi deb o'yladi. Qosimboy lappida Anjamboyga qaratib sal o'ylandi-da, tamkinlik bilan "Ha, xo'sh, nima gap? Anjamboy degan mushuk kishi bo'ladi" deb uni ko'rsatdi. Qosimboyning surlik, tamkinligi Anjamboyning baslik qovul ustixini Salihni ko'zga ilmagandek, uningga ko'zining quyruqida qarab qo'yishi chirikni tamtirtib qo'ydi bo'lg'ay, u duduqildi. "Silini qaltis palvon deb anglagan, avu palvonningmi yini yerga tegmagan. Esilsan narga esil, yiqilsan nardan yiqil debdikan. Bir chilish jamoatni xursand qilyapsizlar. Yo'qsa, biz chilishqili kelmagan, tomosha ko'rgili kelgan bir musofir, chilishmaymiz." Salih bar ovozi bilan ko'ranglab to'g'ildi. "Mard bo'lsang maydonga chiq, bo'lmasa ko'zimdan yet. Anjamboy deb anglagan quruq nomi bor makonsiz po'chimish." Makonsiz, yana shu batnam, yana shu qarat. Qachon uningdan saqit bo'lar bu zaharlik tamg'a? Anjamboy ochiqida titrab ketdi. Nomusdan levini tishlab qonti vetdi. Shunda saq ketolmaydi. Anjamboy asli bugun chilishmoqchi emas edi. Qosimboyga agishib tomosha ko'rgili kelgan edi. Iliqi haqorat uning jon-jinidan o'tib ketdi. Endi chidab turolmadi. "Makonsiz degan tilingni ko'zingga ko'rsatmasam xap." Umu unlik to'g'lidi. "Bo'ldi, men Salih palvon bilan chilishiman." U salmoq qadam bilan maydonga kirdi. Qo'lini ko'ksiga ilib jamoatga salom berdi. Ondan Salihga qarab, "Qani marhamat tutib deb qo'lini egiz ko'tarib turib berdi. Salih parvosizlarcha bir tizini egib turib, qo'lini belvoqqa o'tkazib turib, ikkini to'lg'idi. Navbat Anjamboyga keldi. U to'lg'am salmadi. Uning yonpeshidan bo'shla tutdi. Salih Anjamboyni ko'tarib yerga urishga tamshiladi. Anjamboy o'ng qo'lini shaqlab bo'shtib uning belvig'ining kayniga chigilgan chigikiga o'tkazib, "Yo ili" debla uni das ko'tarib maydasiga oldida tezida ittirib irg'itib tashlavetdi. Salih xuddi ko'takdek guppida yanto tushdida "Vayjon" debla uni o'chdi. Uning to'lg'am salgan qo'li qayrilib sungan, yerga tushgan qattiq zarbidan tili chaynalgan edi. Og'izdan to'xtamay qon chiqyotdi. U shu holda hushidan ketdi. Uninggacha Qosimboy Anjamboyning qo'lidan so'rab otlarni topshirib bergan danga qarab ilib mandi. Dal shu chog'da Anjamboyning qishida aylanib yurgan hiliqi oqsiriq yigit hozirapla ularning qishiga keldi. "Ulgurolmaymiz, otlar ana chaqqan bo'lisizlar" dedi. Anjamboy shunda qarabla xili nerida o'zlarining otlarini bir kichik baladan tutib turganligini ko'rdi. Bu yigit Anjamboyning ko'ziga xili issiq ko'rindi, lekin uni toniy olmadi. Bu bir chog'larda o'zi obdan yo'lga silib qo'ygan hiliqi divona yigitning dal o'zi ekanligi uning esiga mu kelmadi. Faqat rahmat debla otga qamchi urdi. Salihning sheriklari uning dardi bilan bo'lib ketdi.
Ular əslariga kelganda Anjanbayning qarsimi ko'rinmadi. Qurolliq ikki chirik Salihning 10 sherikini agashtirib, ularni qo'g'lab yo'lga tushdi. Anjanbay atqa minishda usta chavandoz edi. Qosimbaymi uningdan qilishmaydi. Bular atlarni shunda qo'yib o'tishdiki, atlarning tuyoqlaridan chochirgan tosh chalmalar xuddi salg'ida tosh atgandek ving-ving uchatdi. Hayt-huyt degicha Qizil daryosidan o'tib ketdi. Ularni ko'rgan kishilar o'g'liqni patta qilgan chig'i deb qarab qilishdi. Ularning orqasidan qo'g'lab kelayotgan 12 atliq ularga yetishilmadi. Faqat yiroqdan kelgan to'pa changni qarorlab mingiverdi. Qosimbayning uyida cho'chori tayyor bo'lgan edi. Ular yuz ko'zlarini yuvib, endi dasturxonga o'ltirishiga darvoza urildi. Atlarning kishnashlari mu anglandi. Anjanbay darvozaning sho'risidan sirtqa qaradi. 12 atliq odamning uyni qorshib olganligi ko'rindi. Chiriklar darvozani bo'lishcha urib edi. Anjanbay sal ansirab qoldi. "Apla, jidalning yo'g'ini chiqadigan bo'ldi. Men sizlarga balo qazo tep berdim. Nima qo'rqatdiq?" dedi Qosimbay zardisi qaynab. "Ya o'lim, ya ko'rim. Xudoyim bergan jonni yana Xudoyim oladi. Jonni tikib ilishmamdiq." U shundoq debla Anjanbayni boshlab o'giziga chiqdi. O miltiqini o'qladi. Ikki ketmanni yenida qo'ydi. Ishik taqaydigan yo'g'on damnimi tamga yo'lab qo'ydi. Uning 21 yoshli qovul, beslik o'g'limi to'mir arini elib tayyorlandi. O'ylining timi 7 qurliq bo'lib, siyliq suvalgan edi. Qorshab turganlar bu tamdan yamshib chiqolmaydi. O'gizda turib taladagi ahvollarni ochiq ko'rib turg'ili bo'ladi. Navoda ishikni buzib kirmoqchi bo'lsa, birdan ujuq turg'ili bo'ladi. Qosimbay, "Biz nim gunoh qildik? Zodi nim gunoh qildik? O'lsak o'limizki, hargiz o ablahlarga bosh egib oldiga chiqmaymiz" deb tishni o'chiriltatdi. Dal shu paytda atlarning dupirlishi, chepishgan, kishnashgan ovozi anglanib qoldi. Qosimbay shunda qarabla xush bo'lib ketdi. "Voy, tozi baland bo'ldi. Bu g'alchilarning adipini tozi berdigan bo'ldik. Ta'limiz o'ngdan keldi. Toshmamat, Osman G'ali, Qunduzbaylar keldi. Ular tog'dagi jon do'st og'inlarim. Ajab bilan bo'ldi. Dal vaqtida keldi." Qosimbayning qirg'iz og'inlari darvoza oldidagi odamlarning yerganishlik talatini ko'rib, birar peshkanlikni sezdi bo'lg'ay. "Voy do'stim, nima bo'ldi? Julunglarga jundamay Qosim kamning ho'lisini qapsaysizlar" deb so'radi. Chirik zarda bilan javob berdi. "Ey Badrang, seni so'roqchi qo'ydimi? Yo'lingga mang." Bu zaharlik gapni anglab qirg'izlarning juduni o'rladi. Sim qamchilari bilan ularni bosh ko'z demay rasa savashga turdi. Ikki chirikning beshi yerilib, santurilib yiqildi. Boshqalari kirgili to'shik topolmagan chashqanlardek taraf-taraflarga petrashga boshladi. Oninggacha Qosimbay bilan Anjanbay etilib chiqib, ularni qo'g'lab yurib toza soldi. Bir chirik vayjonlab yiqildi. U Anjanbayni Salih bilan chilishishga zo'rlagan askarning dal o'zi edi. Anjanbay uni yo'lab o'rnidan turg'izdi. Beshini oq mata xam bilan tingib qo'ydi. Choy ichirdi. Ondan uni yo'lab etiga mindirib yo'lga silib qo'ydi. Oqshimi Anjanbay choy ichgach o'ltirib, Qosimbaydan so'rab qoldi. "Qosimka, bizga otlarni tayyorlab turgan iliq yigit sizning yaqin tanishtiroq o'xshaydi ha? Har nima bo'lsa bizni cho'ng balo qazodan saqlab qoldi. Omon qoldik. Iliqi munchoq quloqliq yigitindamla va yaqay men texi uni sizning yaqin og'inlar o'xshaydi deb o'ylab xo'sh bo'lib qoptiman. U sizlarga ko'z uzmay qarab turganda ko'zim uning qulqiga tushib qopdi. U otlarni dal vaqtida akilib qo'ymagan bo'lsa, mana ko'ring tamoshani. U chaqda biz dangi berib otlarni akilib bo'lg'icha orliqda u go'ylab bostirib kelib, biz bilan tutishib qilishdan yonmaydi. Ularning alpozdan shumliq yig'ib turdi. Navoda tutishib qolsaqla o'lim pishiqi chiqmaydi qolmaydi. Muncha quloqliq, shundoq muncha quloqliq. Anjanbay o'ylanib turib qoldi. Bir hazodan keyin tuyuqsizlar esiga oldi. Shu ekanda, voy xudoyim, endi esimga kelyotdi. To'nishidikanlarda bir qitimla ko'rishgan. Uzoqroq munchalmagan, ig'izga olg'udek cho'ng ishlarmo bo'lmagan. Bir yildan eshibdi. Shunga esimdan chiqib qopdi. Ammo uning hiliqi naqshlari ilmo qulqimning qishidla jaranglab turgandek bilindi. Va, qiziq gap o'xshaydi-ku.
anglab baqayli, bekor o'ltirg'icha, qani marhamat. Bu ish buningdan 1 yil ilgari bo'lgan edi. Shu kuni Anjamboy atiganlik o'yinlarini tugatib bo'lib, nashta qilib uchun bozor tarafga qarab mandi. Bozorning kunchiqish tarafidagi choyxonaning oldida Mamtimin g'adiyib o'ltirib choy ichayotdi. U dadisining o'rniga yangilik bek bo'lgan edi. Shunga bir necha odam paypitak bo'lib, uning xizmatini qilyotdi. Anjamboyning u hakavur bilan faqatla xo'shi yo'q edi. Uni ko'rsla judoni o'rlaydi. Shunga u to'xtadi. Arkasıga yenip yo'lning u tarafidagi To'xti Molla Ma'zinning choyxonasiga kirdi. U amdila bir piyola choyni qo'liga ilib turishig'ila ko'chaning u tarafidan bir divan yigit sapoyi so'qib kirib keldi. Qaraganda u 19-20 yoshlarda bordek ko'rinadi. Ko'zini chala yumib olib, chaqpalakdek pirqirab hukumat o'qiydi. Bir qo'lida sapoyisini chilib, yana bir qo'lining olqinini kang ichib jamoatga tanglaydi. Sapoyi halqalarining sharaq-shuruq so'qilishlariga uning harakati tankash edi. U hukumat o'qib, sapoyini chilib aylanib yurib, Mamtimin o'ltirgan choyxonaning oldiga keldi. Allah, yahum, ya manhu. Mashrab kashdi jandin, beshini qo'yib astanalarga. Rahmat aylimamsan, ey nativanlar, g'irib miskin divonalarga. Haq, Allahu, haq. Mamtiminning bir odami uningga bir non berdi. Bo'ldi, nerikat, begimni beshni to'la og'ritmay. Divani yigit sapoyisini sharaqshtib chalg'ach, asta mingib To'xti Molla Ma'zinning choyxonasining oldiga keldi. Jamoat yig'ilishga boshladi. Birdamdala choyxona oldi odamlarga to'shib ketdi. Divani yigit pir cho'rgilaydi. Uning murisiga esib olgan uzun panjisimi xuddi chaqpalakning qanotidek pir pirqiraydi. U samo qilib etib, kishilarning qo'liga telmirib qaraydi. Bir buvay uningga bir zag'irdan tangiladi. U tarlab suv bo'lib ketgan peshonasi yuz ko'zlarini belvag'ining uchida surtdi. Ondan asta kelib nonni ikki qo'llab oldi. Boshqalarimi pul pichak, nonpan sadaqa qildi. U qo'llarini egiz ko'tarib, olqanlarini kang ichib duo qildi. Amin, xaloyiq, Xudo rizqinglarni kam qilmag'ay, dushman ko'zdan neri qilg'ay. Ey xaloyiq, mendek yetimga bergan sadaqanglar qiyomat kunida beshinglarga soyban bo'lg'ay. Amin. U duodan keyin yangisini dolisiga silib, mingishqa tamshaldi. Dal shu chaqda Anjamboy kulimsirab o'rnidan turdi-da, "Ey yigit, mayarga keling", deb uni yiniga chaqirdi. Uning ovozi bek musilik, yaqimliq edi. Chiroyida g'amxo'rlik, mehribonlik chiqib turadi. U bir jup nurliq ko'zini uningga tikdi. Bir qo'lida sarg'uch burutini siylab turib, yana bir qo'lini yigitning murisiga qo'ydi. Shu topda uning chiroyidan u yigitga ichi og'ritayotganligi, ichinganligi chiqib turadi. Dal shu chaqda uning ko'zi divanining munchoqli quliqiga tushib qoldi. "Necha yoshga kirdingiz?" "Onamning deyishicha, bu yil ujmi pishiq kelsa 19 yoshga kirdiganman." "Ota-onangiz tilamchilik qildigan o'xshaydi, ha?" "Dadam yo'q, tayoqda o'lib ketgan. Bayna ikki o'kizi so'qishib qilib, birining mungizi chiqilib ketsa, qaliq obdan qarmidayan deb uribdikan. Bir oy yetib o'lib ketdi. Onam biz cho'ng bo'lg'icha chiqibdikan. Endi biz chiqimiz." "Sizlar necha bola?" "Bir qiz, ikki o'g'il." "Siz cho'ngmi?" "Yo'q, bir akam bor. U mu chiqidi?" Anjamboyning ko'zlarida g'azab o'tlari yondi. U butun badanidagi qonlarni xuddi yuziga yiqqandek qizirib ketdi. Deb cho'nqur ulug' kichik tindida Navoiyga qarab, "Ustam, u tavandagi nonlarning hammasini munu balning xaltasiga silib bersizlar", dedi. Navoiy sal hayron bo'lgandek turibla qoldi-yu, Anjamboyning chiroyi qarab shu hamonla nonlarni juptin sanab u yigitning panjisiga silishqa boshladi. 1 jup, 2 jup, 3 jup, 10 jup, 20 jup. Mana saq-musaq 50 jup chiqdi. Xaltimi to'shdi. Yigit o'ziga shuncha ko'p sadaqa bergan bu odamga hayron bo'lib qarab turibla qoldi. Bu sehiy odam kimdi? Jahonda mushunda qo'li ochiq odami bo'ldikina, 10 kun sapoyi so'qib, qoni yertilib ketgudek varqirab, yig'lab qarqirsimi, yanjining yerimi to'shmaydi. Anjamboy yigitga yana birdam tikildi-da, uning bosh oyog'iga qarab, "Hey, bichora yigit", dedi hasratlik tinib.
Ondan uchsidagi yengini tik turgan qizil chakman chapanini silib, yigitga avaylabqina kiydirib qo'ydi. Beshidagi kilishgan badam do'ppini yigitning beshiga kiydirdi. O'zi faqat yiliqi badam do'ppa ichidagi oq shapaq do'ppa bilan qoldi. "Habballi, obdan yarashdi", dedi u yigitga sinchilab qarab. "Inim, yo'qsizlik hamma kambag'alning beshida bor. Shunda yo'qsizlik toshdan qattiq. Jigarlik bo'lsaqla yo'qsizlikni yo'qotqili bo'ladi. Yosh ekansiz, qobil ekansiz, rangingizmi pokiz ekan. Bundan keyin bundaq sat ishni qilmang. Nadim bo'lsiz? Xanerixdan. Ha, mana obdanla yurtingiz bor ekan. Undaq qilmang. Akiring sapoyingizni." Divan yigit sapoyini ikki qo'llab uzatdi. Anjambay sapoyini o'rib-cho'rib ko'rdi-da, cho'ribla dukkanning o'gisiga tashlavetdi. "Uyga berib, onangiz, akangiz bilan obdan maslahat qiling. Hunar o'gining, o'qat qiling. Tilamchilik nomus." Yigit yerga qarab turib duduqladi. "Aka, deganlarga navatdan tatliq gap bo'ldi. Bizmi shundoq qilayli degan. 2 tanga bir nima qilibdikanmiz. Shunimi dadangdan qolgan qarz deb tartib oldi. Bir nima demasak bo'za qiladi. Deyli desak kuchimiz yetmaydi. Pishoniga putlaganni tartmoqdan boshqa chora yo'q ekan. Inim, jahonda odamni bo'zak qildiganlar oz, bo'zak bo'ldiganlar ko'p. Bo'zak bo'lsa bo'zak qilaverdi. Yurtinglarda sizlardek yoshlar ko'p. Odam bo'zak qildiganlarga hammanglar birlashib o'zinglarni obdan tonitib qo'yinglar. Og'inlarni to'plang. Hammanglar birlashib ilishsanglar, ular sizlarni undaq oson bo'zak qila olmaydi. Har vaqt mushtumni tugib turish kerak. Biz yana ko'rishib turaylik. Xudoyim ko'rishib turishga nasib qilar ilohim." Yigit qayta ta'zim qildi. Choyxona oldiga to'plashganlar g'ulg'ula qilishib qoldi. Rastaydi, to'plashmasa ularga tetig'ili bo'lmaydi. Ular g'ulg'ula qilishayotganda yiroqdan yiliqi divan yigitning qo'shiq qo'shib aytgan naqsh sadosi anglanishga boshladi. Askarlikka tutib ketdi kambag'al yosh yigitlarni, chala qo'ymay bulab ketdi bug'doy qo'noq ham yog'larni. 12-bob tugadi.